Ramazon ro'zasini odoblaridan imkon qadar sadaqalarni qilishlik ko'p ha nihoyatda foydasi katta. Mana iftorlik berishlik, bu iftorlik berishlik deganda butun mahallani el yurt chaqirishlik degani emas. Bir og'rib yotgan birodaringiz bor edi, betob edi, kasal edi, yo anchadan beri ko'rmay qo'ygan bir ammangiz bor, xolangiz bor. Ikkita go'shtli non olasiz, arzimas bir narsa olasiz, borib birga o'tirib iftor qiling, rosa so'yinadi. Mana shu iftorlik berishlik deb tushunamiz biz. O iftorlik berish deganda qorni to'g'lardi, hammasini to'plab olib kazo-kazolardi, u iftor bo'lmaydi u. Xo'ja ko'rsin bo'ladi u. Haqiqiy iftor o'sha yetishmagan oilalarga 4 ta go'shtli non olib turib, kenja bolangizdan bor, uni falonchi xolangga berib chiq deydi-da. 4 ta sag'iri bilan o'tiribdi. Ana shu iftor. Ana shu iftor berishlik bo'ladi. Man fattara soiman dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Kim bir odamga iftorlik bersa, kana lahu misla ajrihi dedilar. O'sha odam roza tutib qancha ajr savobga ega bo'lsa, o'sha odam ham shuncha savobga ega bo'ladi dedilar. Vaholanki u roza tutgan odamning savobidan hech bir narsa kam qolmaydi, uni iftorini yeb qo'yganligi uchun. Mana shunday savoblik amallarni qilishlik kerak.